Barchalarga assalomu alaykum. Xo'jaobodda ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Egalarning taklifiga binoan shunaqangi fasonda qilib berdik. Dorixona qismimiz egalarning taklifiga binoan kosmoslarni qo'yib svetlargacha ulab berganmiz. Mana shu go'zal holatda ishlarimiz yoqib ko'ngilni joylayotgan bo'lsa, klassik gumbillatib bosib qaytgan detallarimiz. Ko'cha qismimiz 90 graduslik fasonda bo'lgan. Tarnolarni qilib suv ketadigan turbalargacha o'rnatib berganmiz. Agar ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, bemalol zakaz berib, o'ylanmasdan zakaz bersalar, chiroyli va sifatli qilib, sizlarga ko'ngilga yoqadigan qilib bitkazib beramiz.